Negerlar imperiyasi qalaysizlar. Men sizlar bilan yana Neocraft bugungi videomizda 100 kun survival qilamiz. Undan oldin esa sizlarning kelgan hayotinglar bilan muborak tilagan niyatinglar amalga oshsin. Men ham tilagan niyatim amalga oshsin. 1000 ta bo'lish. Men yozdan oxirigacha 1000 ta bo'lmoqchiman. Uning uchun like podpiska bosib qo'ying. O'tgan videoga ko'pgina like podpiska bosgan ekansizlar va ko'p ko'rilgan ekan, buni undan ham oshiq qilamiz va obunalarni ham ko'paytirsak, o'tgan videoda qancha budjet tashlaganligimni bilasizlar. Uni ham meni hozirgi kompyuterimga tashlab qo'yinglar. Men esa bugun videoda 4000 so'm yana tashladim. Unda bo'lsa obuna bo'lib like bosinglar. Men esa survivalimni boshladim. Birinchi o'rinda biz botqoqda spam bo'lgan ekanmiz. Yana bitta negro gapim bor. Negrilo, drelilo, alechim aytganimiz kerak. Zo'r gaplik WhatsApp negro degandan ko'ra. Okey. Bugun bu birinchi qism qismlarni esa men ko'proq like, ko'proq prosmotrdan so'ng chiqaraman. Okay, let's go. Fuck is that? Men Telegram kanal ochmayman, ikkita modlar tashlab boraman. Shuni kommentariyga yozaveringlar. Telegram kanal ochib modlarni tashlab, mod obzorlarni ham qilib turishimni xohlasanglar, prosta mod obzor Telegram kanaliga bosib ketinglar, bo'ldi. Men esa o'rnida sizlarning aytganlaringizni qilib chiqaraman. Sizlar esa men aytganimni qilib, like va podpiska bo'lib qo'yinglar. Chunki men maktab boshlagangacha 1000 bo'lishim kerak. 1000 ta obunachi bo'lmoqchiman. Uning uchun mendan juda ham katta mashaqqat ketadi. Sizlardan esa ozgina like va podpiska bosib qo'yish, ya'ni 5 soniyalik ish ketadi. Shuning uchun shu ishni qilib qo'yinglar. Men esa mos joy topib tashlayman. Sizlarga o'tganimda sizlarga o'zim xabar beraman. Okay, let's go fight use dating. Mana video juda tugacha ko'rib like podpiska bo'lmaganligi bo'lib ketsin. Okay, yaxshi. Obuna bo'lib qo'yinglar, like ham bosib qo'yinglar. Shuning uchun bu bizlar uchun juda ham katta yangi live va cho'tka videolar chiqishiga yordam beradi. Keep on, sizga har safar qilib o'rganishingizga yordam beradi. Bor o'shandan bo'ladida. Bunday bo'lsa, biza keyingi o'zimizning uyimiz uchun maxsus joy topganimizda sizlar bilan ko'rishganimiz bo'lsa, video 2 soatgacha cho'zilib ketadi. Buning uchun yaxshi joy topolmaganim uchun men mana shu joyda o'zimning kichik bazam qurib, uylarimni shu qurganim bo'lsin. Okay, spam put bosamiz. Okay, bitta ko'ramiz. Va men birinchi kunni o'tdim, yana 99 kun bo'ldi. Okay, let's go first. Okay. Yaxshi. Yangi qismlar chiqishini xohlasanglar like va podpiska va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlar bilan Neocraft qilyapman. Shu joygacha ko'rib obuna bo'lmaganlik, bu qolsa iloyimlar banda aytganimchasan. Hayot oshxonalarida nafaqa qilish yo'q. Shuning uchun
Короче, балаларым shuncha daraxt qazidim. Yo'qimiz lapasi endi tosh qaziman. Tosh qazish juda ham qiyin. Men bir takcha qazigan foyda. Neyse ben şu atrafı yerlerini tekstil çıksam oldu. What the fuck? Mana endi to'g'irlash kerak. Kirib beringiz. Zaynab bo'lgan, Zaynab tuqqan. Hech kimga yoqmaydi. Davul shuncha joy tozalayotgan. What the fuck? What is that? Fuck. Endi nimayam derdik? Shuncha joy qilganda yani çalıp kalıp işe gitkenimde yani iş görüşürdü öyle şunu koyan ketkenimde bom boptu. Mayli endi video tugash olmashligi uchun tamamlab qo'yaylik. Mayli. Hayt kundan unchalar qattiq so'kinmaymiz. Agar hayt bo'lmaganda o'zim bilardim. Oh my god. Qisqasi bu videoda shuncha ishni qildik. Qilganga yarasha prosmotr, like, yaxshigina obunalar yig'ib bersa, buni ikkinchi qismini ham xudo xolasa chiqarishni niyatim juda ham katta. Shuning uchun ikkinchi qismini qanday qilgan bo'lsak, o'sha joydan boshlab ketaman. Shuning uchun obuna bo'lib, like'dan bosib qo'ysanglar, men buni keyingi qismlarni albatta chiqaraman. O'g'il bolasi so'zim, haytalda bo'lmaydi. Hayır, Negro'nun imperiyası men sizlar bilan Neo
Craft bo'ldim. Keyingi qismlar uchun like va pisga bosib qo'yish esda chiqmasin. Ikkinchi qism xudo xolisa ettingni joylab qo'yaman. Shuning uchun obuna bo'linglar. Biz ikki kun yashaylik, qolgan qismlarni ham birorta yashab boramiz. Unday bo'lsa men sizlar bilan Neocraft, xayr. What's up, nigga?